moli kasal bo'lsa, qo'yi kasal bo'lsa doktor olib keladi, o'zi kasal bo'lsa doktorga bormaydi. Hozir bir bemor kelibdi, 6 dorini ushlab olgan, natr xlorga quyib, aralashtirib, tomiridan quyib qo'ying deyapti. Kim yozib berdi desam, aptekaga kirsam, shuni berdi deb menga aytayapti. Azizlar, siz yerdan chiqqan qo'ziqorin emassiz. Sog'lik bunaqa o'yinchoq emas. Aptekarning qo'liga o'zingiz ishonib topshirasizmi? Aptekarni men yomonlamoqchi emasman. Ular farmatsevt dorini biladi. Inson organizmida nima bo'lyapti? Gripp ketyaptimi, pnevmoniya ketyaptimi? Qanday jarayonlar bor? Bu dorilarda qarshi ko'rsatmalari bor. Bular haqida ham o'ylash kerak. Bu videodan keyin aptekarlar meni yomon ko'rib qolishi aniq. Shuning uchun azizlar, agar og'risangiz, nimadir bo'lsa, albatta shifokorga boring. Siz mana shu uyingizdagi hayvonchalik emasmisiz? Hali kuni bittasi aytayapti, qo'yim og'rib qoldi, borib doktor olib keldim, 100 ming cho'ntagiga soldim deyapti. Shunchalik emasmisiz azizlar? O'zingizni sog'lig'i shunchalik qadri yo'qmi? Bu videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Aptekaga kirib, dori olib o'ziga quydiradigan tanishlaringizga, doktorga bormaydigan tanishlariga ulashib qo'ying. Salomat bo'ling.